Xo'p, ikkinchi darsimiz kombinatorika bo'yicha bo'ladi. Demak, umumlashgan funksiyalar degan mavzuni ko'ramiz bugun. Generating functions degan mavzu bor, shuni ko'ramiz. Biz aslida buni bo'lib ko'rish kerak. Bugun birinchi qismini o'tib turamiz. Keyingi demak darslarimizda undan da ya'ni shunga o'xshash boshqa mavzular ham bor. Shularni ko'ramizda, plus qatorlar va hokazo shularga doir demak masalalarni boshqa kitoblardan ham ko'rishga harakat qilamiz. Demak, generating functions degan mavzu. Xo'p, generating funksiyasi, ya'ni umumlashgan funksiya degan funksiya qanaqa funksiya bu desa, o'zi nima bu? Nima qanaqa ta'rif beriladi desa, mana shu gx degan funksiyaga umumlashgan funksiya deb aytiladi. Unda demak quyidagi nima o'rinli n kattalikdan n x ni n-inchisi. n kattalikdan n x ni n-inchisi. Ya'ni bu yerda buni ochib yozadigan bo'lsak, mana bu summani. N teng 0 da nima bo'ladi bu hozir? A0 o'zi bo'ladi. N teng 1 da A1 x bo'ladi. A0 plus A1 x plus A2 x kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? Plus va hokazo. Plus an x ni n-inchisi an x ni n-inchisi plus va hokazo. Umuman olganda, ya'ni cheksiz mana shu yig'indi deb emas, odatda chekli yig'inda deb ham qarash mumkin. Chekli yig'inda deb qarasak ham bo'ladi. Prosta misol uchun mana n darajadan keyin qolganlari yo'q. Mana bu chekli bir polinom sifatida qaralganda ham keyingi hadlari oldida koeffitsentlari 0 deb qaraladi faqatgina. Ya'ni umuman olganda polinom deb berilsa ham yoki qator sifatida berilsa ham umuman olganda farqi yo'q buni. Umuman olganda farqi yo'q. Mana shu funksiyaga, mana shu yig'indiga, mana shu qatorga umuman olganda demak mana shu an demak ketma-ketlikni generating funksiyasi deb yuritiladi ekan. Generating funksiyasi deyiladi. Generating funksiyasi deyiladi. Mana shu qatorga demak an ketma-ketlikdan generating funksiyasi deyilar ekan. Xo'p, demak buni qanaqa vositalari bor? Misol uchun mana qanaqa bir foydasi bor bizga buni masala yechishda desak, bunaqa mavzularda odatda masalalarni ko'rib turib umumiy qanaqa metod ishlatish kerak ekani, qanaqa funksiyalarni qarash shu narsaga tayanib turib topiladi. Misol yordamida tushuntirishga harakat qilaman-da. Ya'ni bunaqa mavzularda odatda misol yordamida tushuntirishga harakat qilinadi. Demak, birinchi misolni qaraylik, misol uchun mana. Bunaqa masalalar odatda umumiy mana bu hadni topishga doir masalalarga ham qo'llaniladi. Misol uchun mana A0 teng 1. Ya'ni eng soddasidan boshlamoqchiman. Eng sodda basic masalalardan boshlamoqchiman. A0 teng 1, ya'ni 0-hadi 1 bo'lgan va an teng a demak n-1 plus 1. N'inchi hadi o'zidan oldingi n-1 hadiga 1 ni qo'shishdan hisob bo'ladigan ketma-ketlik qaraymiz misol uchun. Hozir misol uchun mana A1 topsangiz nima bo'ladi? A1 topsangiz A0 plus 1 bo'ladi, 2 bo'ladi. A2 ni topsangiz 3 bo'ladi. A3 topsangiz 4 bo'ladi. Misol uchun A ni topsangiz n plus 1 chiqishi kerak. Mana oddiy mana shu tenglikka tashlab turib topsangiz. Bu tenglikni o'zi demak n kattalikdan 1 dan o'rinli. Demak, mana shu tenglikka tashlab turib topsangiz ham bo'ladi yoki bu tenglikka tashlamayman desangiz, a-ni qanday topamiz degan xullas mana shunaqa savol bor. Mana bu funksiyalarni qanday ishlatamiz bu yerda degan savol bor. Gx ni qaraylik misol uchun mana. Qaysiki bu n x ni n-inchisi bo'lsin. n kattalikdan 1 da.
Endi eng katta teng birda ayn x ni nechisi? Aynga hozir men 1 ni qo'shsam, ayn plus 1 keladi. 1 ni qo'shsam. 1 ni qo'shishim uchun mana bu ifoda mana ayn plus 1 x ni nechisi deb yozilishi uchun mana shu narsa yozilishi uchun ayn x ni nechisiga nimani qo'shishim kerak? X ni nechisini qo'shishim kerak. Shundagina x ni nechisi tashqariga chiqib turadi va qavs ichida ayn plus 1 kelib, ayn plus 1 bizada a n plus 1 ni beradi indeksda. Demak, men bunga qo'shishim kerak, x ni nechilarini yig'indalarini qo'shishim kerak. Mana shu narsa mana bu narsaga o'tadi demak. Gx plus demak x ni demak n'chilarning yig'indisi eng katta teng 0 bo'yicha bu ham teng bo'ladi. Eng katta teng 0 bo'yicha demak x ni nechilarini qo'shib chiqsa har bitta hadiga. Demak a n plus 1 x ni nechisi mana shularning yig'indisi bo'ladi. Mana bu qavs ichi nimaga teng? Qavs ichi bizada a n plus 1 indeksda. Nechisi eng katta teng 0. Mana shu narsa hosil bo'ldi endi bizada. Endi buni gx orqali qanday ifodalaymiz? Birinchidan mana bunaqa ko'rinishda ifodalanyapti. Ikkinchidan bu mana bunday bo'lyapti-da xullas. Gx teng ayn x ni nechisi bo'lyapti? Eng katta teng 0 bo'yicha. Mana bu yerda n plus 1 kelyapti. Bu yerda n, bu yerda eng katta teng 0. Bu yerda ham eng katta teng 0, bu yer n. Faqat mana bu yer n plus 1 kelyapti-da. Shu n plus 1 ni mana shu tenglikni o'zidan olib kelishga harakat qilsak bo'lmaydimi degan savol bor. Olib kelsa bo'ladi. Qanday olib kelamiz? Mana n ni n plus 1 qilishim kerak. Nima qilib bo'lmasin? Endi n plus 1 qilishim kerak. Bu nimani beradi o'zi menda? Bu yig'indi. a0 plus a1 x plus a2x a2x kvadrat plus a3x kub plus va hokazo. Bu narsa nimani beradi menda? Bu narsa a0 plus a1x a2x kvadrat va hokazo. Mana shu narsani beradi. Endi katta teng 1 bo'yicha ayn x ni nechisi? N katta teng 1 bo'yicha. To'g'rimi? a1x a2x kvadrat a3x kub va hokazo. Ya'ni mana shu narsani beradi. Endi mana bu endi men n plus 1 qilsam nima bo'ladi hozir? Bu yerda summa turibdi. Mana bu yerda endi men n plus 1 qilsam nima bo'ladi hozir? Endi men n plus 1 qilsam, mana bu bilan bu bir xil bo'lishi kerak-ku, shuni hisobiga buni ham bir oshiraman. Va natijada mana bu 1 kamayadi. Mana bu summadagi mana bu. Mana shunaqa nima qilish mumkinmi? Numeratsiya almashtirish mumkinmi? Shunaqa. Shuni yozsam ishonasizlarmi? Chunki mana bu yerda a1x demak n teng 0 da a1x keladi mana. N teng 1 da mana 1 ni qo'ysangiz a2x kvadrat keladi mana. N teng 2 da a3 demak x kubi keladi mana. Va hokazo. Demak mana bu yig'inda mana buni berar ekan. Ya'ni buni bir oshirsangiz mana bu yerdagi n'larni bir oshirsangiz mana numeratsiyadagi n'ni bir kamaytirasiz. Demak mana buni k ga oshirsangiz, ya'ni k qo'shib yozadigan bo'lsangiz, bu yerga umuman olganda mana bu yerdan k ni ayirib tashlashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni hamma vaqt ham sizlarga n katta teng 1 yoki n katta teng 0 deb berilavermaydi-ku. N katta teng 100 deb bersam, misol uchun 90 ta xatini demak 90 ni qo'shish kerak bo'lib qolsa, misol uchun bu yerdan 90 ni ayirasiz degan ma'noda aytyapman. Xullas, ayn plus 1 keldi va nihoyat x ni plus 1 keldi. Gx topishim kerak men endi shu yerdan. Mana bu yig'indan topishim kerak aniqrog'i. Gx minus a0 teng bo'ldi. Demak, n katta teng 0 bo'yicha a n plus 1 x ni n plus 1-chisi. Mana shu narsa keldi. Ikkinchidan o'zi nima bo'lib turgandi? Mana bu narsa bo'lib turgandi. Mana shu tengni ham yozib qo'yaman. Demak, gx plus demak summa x ni n'chisi n katta teng 0 bo'yicha teng nima bo'lib turgandi? Mana bu narsa bo'lib turgandi. N katta teng 0 a n plus 1 x ni n'chisi. N katta teng 0 a n plus 1 x ni n'chisi. Endi ikkala tarafga
E'tibor bersangiz, eng katta teng 0, eng katta teng 0. Bular bir xil. Bular bir xil. A n plus 1. Mana bu yerda ham A n plus 1. Bular bir xil indekslari. Lekin mana bu daraja bir xil emas. Mana bu daraja bir xil emas. Agar buni darajasini bir xil qilsak, nimadir narsaga ko'paytirib, nimadir narsani qo'shib berib qilamiz. Shundagina bu ifodalar teng bo'ladimi? Shundagina bu ifodalar teng bo'ladi, to'g'rimi? Shundagina bular teng bo'ladi-ku. Mana bu endi n plus 1 qilsam, to'g'rimi? Demak, buni endi men n plus 1 qilishim uchun buni x ga ko'paytirishim kerak. Demak, o'ng va chap taraflarni x ga ko'paytiramiz. Bu ifoda demak bunga teng keladi va bu mana bunga teng. Demak, x ko'paytirilgan jx plus summa n katta teng 0 bo'yicha demak x ni n-inchisi x ga ko'paytirdim. Nima keladi shunda? Mana bu yig'indi n katta teng 0 bo'yicha a demak n plus 1. Bu ham x ni n plus 1-inchisi. Mana shu narsa keldi. Bu narsa esa mana bunga teng. Jx minus a0. Endi menga jx kerak. Jx ni topaman men. Jx topishim uchun nima qilishim kerak? Buni bu yoqqa o'tkazishim kerak. X ko'paytirilgan jx ni. Mana bu a0 ni bu yoqqa o'tkazishim kerak. Jx ko'paytirilgan demak 1 minus x bu yoqqa o'tsa teng bo'ladi. a0 u yoqqa o'tsa a0 plus demak x mana bunga ko'payib yozilsa demak x ni n plus 1-inchisi n katta teng 0 bo'yicha. Mana shunaqa narsa keladi. Jx topsak nima bo'ladi? Bittasi 1 minus x a0 plus demak n katta teng 0 x ni n plus 1-inchisi. Mana shunaqa narsa keldi. Endi jx ni topdim. Bittasi 1 minus x mana bu narsa. Demak, bittasi 1 minus x nimaga teng? Bittasi 1 minus x 1 plus x kvadrat plus x kub plus va hokazo. Mana shu narsa deb yozsam, ishonasizmi shunga? X ni n-inchisi n katta teng 0. X ni n-inchisi n katta teng 0. Shunaqa yozsam ishonasizmi? Chunki bu x kemaychi geometrik progressiya indisi-ku. Modul x bu yerda 1 dan kichik. Shunaqa deb yozsam ishonasizmi? Modul x 1 dan kichik bo'lsa mana bu narsa, mana bu yig'indini beradimi? X kemaychi geometrik progressiya indisi. Shuni hisobiga mana o'rniga mana bu yoyilgan ifodani qo'yib yubormoqchiman men. Shunda nima keladi hozir? 1 plus x kvadrat plus x kub va hokazo. Mana bu yerda esa a0 nimaga teng edi? a0 ni 1 qilib kiritgandik. To'g'rimi? a0 teng 1 deb yozgandik. a0 1 ga teng bo'lsa, shunda 1 keladi bu yerda. Mana bu narsa n teng 0 da x, n teng 1 da x kvadrat va hokazo. x plus x kvadrat plus va hokazo. X kub x 4-inchisi bo'lib ketyapti-da bu yerda. Bilasiz. Mana shu narsa jx ga teng ekan. Endi men n-chi xat, n-chi daraja oldidagi koeffitsient kerak menga. N-chi daraja oldidagi koeffitsient kerak. Ayn. N-chi darajani qanday hosil qilish mumkin? 1 ni bu yerdagi x ni n-ga ko'paytirish yordamida hosil qilish mumkin, misol uchun. X ni esa x ni minus 1-ga ko'paytirish orqali hosil qilinadi, misol uchun. To'g'rimi? Yana nima? Bularni mana bu x kvadrat, x kub va hokazolar oldidagi koeffitsiyentlar hammasi 1. X ni oldidagi koeffitsiyent 1 ga teng, demak buni men 1 ga ko'paytirib yozishim kerak. Bu yerda bitta 1 keladi. Bu yerda bitta 1 keladi. Endi x ni minus 1 ga ko'paytirish kerak. Oldidagi koeffitsiyentlar 1 bo'lgani uchun bu yerda ham 1 keladi. Ya'ni x ni chiqarib turib yozyapman avtomatik. Demak, x kvadratni oladigan bo'lsam, x ni minus 2-ga ko'paytirishim kerak. Unda ham 1 keladi. Va hokazo plus 1 keladi.
oxiridagi 1 x ni n'chisini mana bu yerdagi. Mana bu 1 ga ko'paytirib yozganim. Endi nechta ifodani qaradim men hozir? 1, 2, 3, 4 va hokazo n plus 1 mi? n plus bitta son bormi mana shu joyda? 1 x kvadrat x kub va hokazo x ni n'chisi. Shu yerda nechta son bor? n plus bitta son bor. Chunki bu x ni nol'inchisi, x ni birinchisi, x ni ikkinchisi va hokazo x ni n'chisi bo'lyapti. 0 dan n'gacha bo'lgan sonlarning soni kerak menga. 0 dan n'gacha bo'lgan sonlar, butun sonlar. 1 dan n'gacha bo'lsa n'da va 0 bilan n plus bitta. Demak, mana bu birlarning soni n plus bitta ekan demoqchiman. Mana bu yerda x ni n'chisi keladi. Mana shularni yig'indisi ekan umuman olganda. Ya'ni nimaga teng bo'ladi shunda? n plus 1 x ni n'chisi. n plus 1 x ni n'chisi bo'lsa, o'zi mana bu summani nima deb kiritgandik? n x ni n'chisi deb kiritgandik-ku. Demak, n plus 1 rostdan. bizda rostdan ham n plus 1 ekan. Tushunarli bo'ldimi mana shu masala uchun? Tushunmasa esa so'ranglar, men qaytadan tushuntirib beraman. Qayerdan boshlangandi bu? Mana. Tushunmagan joyingiz bo'lsa so'ranglar, men qaytadan tushuntirib beraman. Tushunmagan joylaringiz bormi mana shu masala bo'yicha? Bu masala yechimi bo'yicha tushunmovchilik savollar bormi? Keyingi masalaga o'tsak bo'ladimi? O'zi ovozim boryaptimi sizlarga? Ovoz yaxshimi? Hech kim gapirmayotganiga. Endi mana qaranglar. Ikkinchi misol. Xuddi shu masalani sal o'zgartirilgan varianti, ya'ni a0 bilan qo'shilib turgan son, masalan, mana a0 teng 1 deb kiritilgandi-ku yuqorida birinchi masalada va n deganim n minus 1 plus 1 deb kiritilgandi. Ikkalasi ham 1 edi. O'shani umumlashgan holatda ko'ramiz endi. Mana bu a bo'lsin, mana bu b bo'lsin. Ya'ni bu dastlabki xati a qo'shilib borayotgan son b bo'lsin deb qaraymiz. Arifmetik progressiya sifatida qaraymiz-da endi bu yerda. Umumlashtirib yechamiz shu masalani. a0 teng a bo'lsin, n teng a minus 1 plus b bo'lsin, n kattaki teng birlarda. Ni toping degan savol bor. Ni toping. Ni topsangiz mana shu rekurrent munosabat bilan biz generativ funksiyaga tashlamasdan turib a plus n b keladi-ku, arifmetik progressiya umumiy xati. A plus mana bu yerda a0 bo'lgani uchun, a0 berilgani uchun a plus n b keladi hozir bu yerda, n degan narsa. Bizlar shuni generativ funksiyaga tashlab yechmoqchimiz. Gx teng nimani qarayman shunda hozir? n x ni n'chisi. n kattaki teng 0 bo'yicha mana shu yig'indi. Demak, n plus 1 kelish uchun n ga men b ni qo'shishim kerak. n ga men b ni qo'shishim uchun mana shu ifodaga bx ni n'chisini qo'shishim kerak. Men bu ifodaga bx ni n'chisini qo'shishim uchun mana bu summaga bx ni n'chisi degan summalarni qo'shishim kerak. Ya'ni gx plus bx ni n'chisi degan summa bu narsa teng bo'ladi. Nimaga teng bo'ladi? n kattaki teng 0 bo'yicha n x ni n'chisi plus n kattaki teng 0 bo'yicha gx ni o'zi mana bu narsa edi. Plus mana bu narsani qo'shmoqchiman. bx ni n'chisi. Men bu ikki ifodani qo'shib bilaman. Nima uchun? Chunki x ni n'chisi n kattaki teng 0, n kattaki teng 0. Ya'ni mana bu koeffitsiyentlarni qo'shishimga hech qanaqa to'sqinlik yo'q-da, bir xil ifoda bo'lyapti. X ni n'chisi. Agar x ni n'chisi kelmay qolganda, masalan, birsida n, birsida n minus 1 kelib qolsa, unda uni keltirib olib keyin qaralardi bu yig'in. Mana numeratsiya ham bir xil bo'lishi kerak, qo'shib bilishim uchun mana n ga buni. Mana shu qismlar bir xil
bo'lsagina qo'shib bilasizlar buni. Chunki bu yerda cheksiz yig'indakda kelib ketyapti. Mana shu ifodalari bir xil va mana bu ifodalar bir xil bo'lsa, mana bu sonlarni qo'shib bilasizlar. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Bu ikkisini qo'shsam, hozir bu ikkisini qo'shsam, summa keladi shunda. Nima? N kattalikning 0 bo'yicha an plus b. Mana bu yerda x ni n'inchisi. A ga b ni qo'shsam, a n plus 1 ni beradi bu. N kattalikning 0 bo'yicha a n plus 1 ni beradi. X ni n'inchisi. Endi men mana shuni o'ng va chap tarafini x ga ko'paytirib qo'yaman. X ga ko'paytirib yozaman. X ko'paytirilgan gx plus summa n kattalikning 0 bo'yicha b x ni n'inchisi. Mana shu narsa. Buni men x ga ko'paytirdim, buni ham x ga ko'paytirib yozsam nima keladi? Summa n kattalikning 0 bo'yicha a n plus 1 x ni n plus 1-inchisi keladi. Mana shunaqa narsa keladi. Endi buni o'zini отдельно gx orqali ifodalab bilsam agarda, gx ga bog'liq bo'lgan tengliklar kelib qoladi menda. Ikkita ifoda bir-biriga teng bo'lgan narsa keladi. Bundan men gx topib bilaman. Ya'ni yuqoridagi birinchi masalada kabi metod ishlatyapmiz-da. Xullas, mana bu narsani topishim kerak edi men. Gx nima o'zi menda? Gx ning a0 plus a1x plus a2x kvadrat va hokazo. To'g'rimi? Endi gx minus a0 ni qarasam nima bo'ladi menda? Gx minus a0 a1x a2x kvadrat va hokazo. a3x kub va hokazo. Bu narsa nimaga teng? Bu narsa mana bu narsaga teng-ku. N kattalikning 0 da a1 kelishi uchun a1 va x ni birinchisi. N teng 0 da demak a1 x kelishi kerak-da menda. N teng 0 da a1 x kelishi uchun bu yerda n plus 1 deb yozishim kerakmi shunda? N teng 0 da shunda a1 keladi. X ni shunda n plus 1-inchisi bo'lishi kerak. To'g'rimi? Ya'ni mana bu narsa deb qoldi menda demoqchiman. Gx minus a0 mana bu narsani berib qoldi. Demak, bu narsa bilan bir xil aynan. Demak, gx minus a0 ga teng ekan bu. Gx minus a0. Demak, mana shu tenglik, mana shu ifoda mana bunga teng ekan. Bundan men gx topaman, qatorga yo'yaman, shuni topiladi bu. Demak, a0 ni bu yoqqa o'tkazamiz. X ko'paytirilgan gx ni bu yoqqa o'tkazamiz. Natijada gx ko'paytirilgan 1 minus x keladi. To'g'rimi? Chunki gx bu yerda 1 ga ko'payib turibdi. Bu yerda minus x bo'lib o'tadi. Teng. Bu a0 bu yoqqa plus bo'lib o'tsa, a0 bo'lib o'tadi bu. Endi bu yerda nima qoldi? X ni mana bunga ko'paytmas. Plus summa n kattalikning 0 bo'yicha b x ni n plus 1-inchisi. Mana shu narsa qoldi. Endi gx topsam 1 taqsim 1 minus x qavs ichida a0 aniqrog'i a deb yozsam bo'ladi. a0 ni a deb kiritganmiz. Plus summa n kattalikning 0 bo'yicha demak b x ni n plus 1-inchisi. Mana shu narsa keladi. Buni yoysam nimaga? Mana bu. Mana bu narsani yoysam. Yuqorida yoydikku 1 plus x kvadrat plus x kub plus x 4-inchisi plus va hokazo. Ikkinchi tenglik nimani beradi menda? A plus bx plus bx kvadrat bx kub plus va hokazo. Mana shu narsa kelib chiqadi. Endi men buni ikkisini ko'paytirib turib, mana bunaqa ko'rinishda yozishim kerak, chunki gx ni kiritilishi bo'yicha mana bunaqa narsa edi. Mana shunaqa narsa edi gx. Demak, men x ni oldida konsept topishim kerak mana ko'paytmada. Demak, summa deb turaman, x ni deb turaman. Mana bu yerlarda. Mana shu yerdan hosil bo'ladigan yig'indan topamiz hozir. Demak, x ni ni qarasam mana bu yerda. X ni qarasam. Nimaga ko'paytirishim kerak shuni men? Mana bu yerda. X ni yana o'zi kelishi uchun. Demak, mana bu yerda ozod haddiga ko'paytirishim kerak birga. To'g'rimi? To'g'rimi? X ni soldagi koeffitsient nimaga teng bu yerda hozir? B ga teng. Chunki bx kvadrat bx kub va hokazo bx ni-ku. Shunda bx ni 1 ga ko'payadi-da, bx ni
Demek n-inchisi bo'ladi. X inchisidan chiqarib tursam bitta b keladi. Endi mana bu yerda bundan bir oldin bx ni minus 1-inchisi turibdi. Bx ni minus 1-inchisi turibdi. Mana bu x ga ko'payib bx ni inchisi bo'ladi. Yana b keladi. Plus va hokazo bx turibdi. Bx turibdi. X ni minus 1-inchisiga ko'payadi endi bu. Mana bu yerda x ni minus 1-inchisiga ko'payib bx ni inchisi bo'ladi. Yana b keladi. Nechta b keldi hozir mana shu joyda? Bx ni inchisi, bx ni minus 1-inchisi va hokazo bx ni o'zi. Darajalarga e'tibor beringlar. 1, 2, 3 va hokazo n. N ta b bor mana shu joyda. N ta b bor. Endi nima qoldi? A qoldi. Mana bu yerda esa x ni inchisi qoldi mana bu summada. Mana summada x ni inchisi qoldi. A x ni inchisiga ko'payib a x ni inchisi bo'ladi. X ni inchisini chiqarib tursangizlar plus a keladi. Demak, mana shu narsa, mana shu yig'indi. Mana bu yig'indiga teng bo'lishi uchun ayn mana shu narsaga teng bo'lishi kerakmi shunda hozir? Ayn teng mana shu narsa bo'lishi kerak shunda. nb plus a plus nb. Hech presumiy hadi deb qarasangiz ham bo'ladi. Shu usul bilan ham keltirib chiqarsa bo'lar ekanmi? Xo'p, ikkinchi masala yechimini tushunarlimi? Maydalab kichkina masalalardan boshlab ketyapmiz. Tushunarli bo'ldimi ikkinchi masala yechimi? Maydalab tushuntiryapman-da. Tushunarli bo'ldimi bu masala? Assalomu alaykum. Ha, tushunardim. Xo'p. Demak, keyingi masala 3-misol bo'ladi endi bu. Demak, A0 teng A bo'lsin. A0 teng A bo'lsin. Endi ayn degan narsa bu yerda A0 dan farqli. Nima? Mana bu ayn degan narsa ayn minus 1 ni bga ko'paytirishdan hosil bo'lsin. Ya'ni ab kvadrat, ab kub va hokazo. Demak, a buni n-inchisi kelishi kerak mana shu ayn degan ifoda. Shuni generativ funksiyalar orqali keltirishga harakat qilamiz. Generativ funksiyalar orqali. Ya'ni geometrik progressiya demoqchiman-da. Bitta b soniga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Bu yerda b birdan farqli. Ya'ni bir xil sonlar bo'lib qolmasin degan ma'noda yozilyapti. Demak, nima qilamiz? Yana o'sha gx ga qaraymiz. Yana o'sha gx n demak x ni n-inchisi n kattaga teng 0. Mana shunaqa narsa. Endi mana shu an ni men b ga ko'paytirib yozsam an plus 1 keladi, to'g'rimi? Demak, bjx nimaga teng bo'ladi? Demak, summa n kattaga teng 0 bo'yicha ban x ni n-inchisi. Mana bu ban, menda ban. Ayn ni b ga ko'paytirish yordamida an plus 1 hosil qilinadi. Shuni hisobiga bu nimaga teng bo'ladi hozir? Summa n kattaga teng 0 bo'yicha demak an plus 1 indeksda ko'paytirilgan x ni n-inchisi kelar ekan. Endi mana bu yerda indeksda n plus 1 kelyapti. Indeksda. Mana bu x darajasida n kelyapti. Buni bir xil qilish uchun, Chunki shu orqali men keyin yana gx orqali ifodalashim kerak buni. Buni bir xil qilishim uchun buni men x ga ko'paytirib yozaman demak. X b gx x ga ko'paytirdim. Buni ham x ga ko'paytirsak nima bo'ladi hozir? X ni plus 1 keladi. Summa n kattaga teng 0 bo'yicha n plus 1 x ni n plus 1-inchisi mana shu narsa keladi. Bu nimaga teng? Gx minus a0 ga teng. Gx minus a0 ga teng. Chunki mana qaranglar, n teng 0 da a1x bo'ladi. N teng 0 da a1x bo'ladi. N teng 1 da a2x kvadrat. N teng demak 2 da demak a3x kub va hokazo. Bu gx minus a0 ni beradi-ku, misol uchun. Demak, gx minus a0 mana shu narsaga teng ekan. Gx minus a0 mana shu narsaga teng ekan. X b gx. Bundan x ni topadigan bo'lsak,
jxni topadigan bo'lsak, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa o'tkazib jxni topsam nima keladi hozir? A0 bo'lingan nima keladi? 1 minus bx keladi. Buni ham 0 nuqta atrofida yozsam, chunki x darajalariga yetish kerak menda. A0 ya'niki A0 bizda o'zi A ga teng. Ko'paytirilgan 1 minus bx. Nimasi 1 plus bx bo'ladi endi bu yerda. Plus b kvadrat x kvadrat plus va hokazo plus buni n'inchisi x ni n'inchisi. Mana shu narsa. Plus va hokazo ketaveradi bu. Menga nima kerak? Menga x ni n'inchisi oldidagi koeffitsient kerak. Mana bu ham. A ga ko'paytirib yozsak hammasini mana A ham turibdi-ku. Shu hisobiga bu A buni n'inchisi x ni n'inchisi eng katta teng mana shu narsani berar ekan. Bu narsa nima edi bizda o'zi? Bu narsa o'zi A edi bizda. Keltirishga ko'ra. Demak A mana shunaqa formula bilan topilar ekan. A teng A buni n'inchisi. Mana shunaqa formula bilan topilar ekan rostdan. Xo'p, keyin demak 4-masala. 4-masala. Yana davomlashtiramiz. Qanaqa desak, o'sha A0 bizda A yana va demak A n min A n ni o'zi teng bu yerda qanaqadir bir ko'paytirilgan A n minus 1 plus b bo'lsin. Chunki A n minus 1 oldidagi koeffitsient birga teng bo'lgan holatlarni ko'rdik-da, 3ta masalani o'zida ham, 2ta masalani o'zida. Birinchi bilan ikkinchi masalada. Hech qanaqa ham misol uchun mana hech qanaqa ko'payib kelmaganda, ya'niki 1 bo'lganda. 1 bo'lgani uchun sodda bo'lganda. Endi sal uni qo'shib, sal u joyini, sal bu joyini o'zgartirib, masalan, umumlashtirib boramiz-da, xullas. Umumiy bitta masalaga olib kelmoqchiman-da, xullas. Demak, nima keladi menda hozir? O'zi qaysi funksiyani qarashim kerak? Yana shu avvalgidek jx ga qarayman. Demak, bu a n x ni n'inchisi bo'ladi. Eng katta teng 0 bo'yicha. Demak, va mana bu yerda cho birdan farqli. Cho birdan farqli. A 0 dan farqli. Noldan farqli. Mana bu ham 0 dan farqli. Bular 0 bo'lib qolsa qiziq yo'q-ku, masalan. Misol uchun mana bu 0 bo'lib qolsa, o'sha bu geometrik progressiyaga tushib qoladi. Buni ko'rdik 3-masala. Misol uchun mana A 0 bo'lib qolsa, 0 ni 2 ga ko'paytirib b ni ko'rsangizda b chiqadi. Keyin b ni 0 ga ko'paytirib b ni ko'rsangizda yana b chiqadi. Buni ham qizig'i yo'q-da. A 0 dan farqli bo'lsin shuning uchun, ko'miz 1 dan farqli bo'lsin, chunki 1 bo'lgan holatni adjeni ko'rdik. Arifmetik progressiya qilib. Shuning uchun, ya'ni umumlashtirganimiz uchun yana shartlar qo'shiladi bu yerda mana bunaqa. Demak, a n x n'inchini qaraymiz yana. Endi a n plus 1 kelishi uchun a n ni 2 ga ko'paytirib b ni qo'shishim kerak. Demak, men ikkala tarafni 2 ga ko'paytiraman. Cho jx teng n katta teng 0 bo'yicha, demak, cho a n x ni n'inchisi. Bunga men demak bx ni n'inchilarini qo'shishim kerak. Bx ni n'inchilarini qo'shishim kerak. Cho jx plus demak bx ni n'inchisi. Eng katta teng 0 da. Teng. Cho jx nimaga teng? Mana bunga teng. Eng katta teng 0. Cho a n x ni n'inchisi. Plus deyilyapti mana bu narsa. Eng katta teng 0. Bx ni n'inchisi. Bx ni n'inchisi. Endi mana bu darajaga qarasangizda bir xil darajalar.
Mana numeratsiyaga kirasangiz, bu numeratsiyalar ham bir xil. Demak, bu ikkisini qo'shib bilaman hozir. Bu ikkisini qo'shib bilaman. Ya'ni qo'shib quyidagicha hisoblashtirib yozamiz. Xullas. N katta teng 0 KAN plus B x ni n'inchisi. Mana shunaqa narsa keladi. KAN plus B bizada AN plus 1 ni beradi. A demek n plus 1 indeksda x ni n'inchisi. Ikkala tarafdan men hozir x ga ko'paytirsam charge x plus nima keladi? Summa n katta teng 0 da b x ni n'inchisi keladi. Teng x ga ko'paytirib yozganim bo'ladi buni ham. Va bu ham n katta teng 0 bo'yicha a n plus 1 yana mana shu x ni n plus 1 n'inchisi kelaverar ekanda. Bu nimaga teng edi? Gx minus a0 edi. A0 bizada a ga teng. Gx minus a bo'ladi shunda. Demak, mana shunaqa narsa keladi. Demak, gx minus a mana bunga teng. Tushunarli bo'lyaptimi o'zi? Shu joygacha. Tushunarli bo'lyaptimi? Tushunarli bo'lyaptimi shu joygacha? Xo'p, demak, gx topish kerak. Gx topishim uchun mana bu yerda x ga turibdi, mana bu yerda j oldida 1 turibdi. Demak, buni men bu yoqqa o'tkazaman, a ni mana bu tarafga o'tkazaman va soddalashtiraman. Gx ko'paytirilgan 1 minus kx teng. Demak, x ni bunga ko'paytirganim qoladi va a ni bu yoqqa plus qilib o'tkazganim qoladi. A plus summa n katta teng 0 bo'yicha, demak b x mana bunga ko'paysa nima bo'ladi? X ni n plus 1-inchisi bo'ladimi? Endi mana shunaqa ifoda kelar ekan. Ya nima beradi? Mana buni yoyib yozsak, a plus n teng 0 da nima bo'ladi? bx. N teng 1 da bx kvadrat. N teng 2 da bx kub va hokazo. bx kvadrat va hokazo. Ketaveradi. Gx topadigan bo'lsam shu yerdan, Gx topadigan bo'lsam 1 taqsim 1 minus kx kx ichida nima qoladi? A plus bx kvadrat plus bx kub plus va hokazo. Bx 4-inchisi, bx 5-inchisi va hokazo. 1 taqsim 1 minus kx ni demak x teng 0 nuqta atrofida qatoriga yozsak nima bo'ladi? 1 plus kx bo'ladi. Plus k kvadrat x kvadrat bo'ladi. Plus k kub x kub bo'ladi. Plus va hokazo. Ko'paytirilgan nima keladi? Mana bu ifoda. A plus bx kvadrat plus bx kub plus va hokazo. Endi ikkalasini ko'paytirganimda gx menda mana bunaqa ko'rinishda kelishi kerak. Kiritilishiga ko'ra. an x ni n'inchisi deb kiritgandik, n katta teng 0 bo'yicha. Demak, ya'niki x ni n'inchisi oldidagi koeffitsient topishim yetarli. Bu yerda. Ikkalasini ko'paytirish kerak demak. Bu yerda misol uchun mana x ni n'inchisi kelsa, uni oldida nima keladi? Qonuniyatga kiraylik, kx k kvadrat x kvadrat k kub x kub k ni n'inchisi x n'inchisi. Bundan oldin k ni minus 1-inchisi x ni minus 1-inchisi keladi misol uchun. Mana bu yerdachi b x ni n'inchisi, bundan oldin b x ni n minus 1-inchisi keladi misol uchun. Xullas, nima demoqchiman? Summa n katta teng 0 bo'yicha kaos ochaman. Mana bu yerda x ni n'inchisi keladi. Mana bu yerga mana bu ko'paytirib qo'shganlarimdagi koeffitsiyentlarni qo'shganimni yozib qo'yaman. Misol uchun mana k n x ni n'inchisi keldi. Mana bu yerdagi koeffitsiyentga ko'paytirsam x ni n'inchisi saqlanib qoladi. Ya'ni darajasi oshib ketmaydi. Albatta, ozod hadiga k ni n'inchisi a. Demak, x ni minus 1-ga keldik endi. X ni minus 1-ni nimaga ko'paytirsam x ni n'inchisi bo'ladi? X ga. Demak, x ko'paytirilib turilgan mana bu songa ifodaga ko'paytirishim kerak buni. K ni minus 1-si b.
xuddi shu bilan koni demak n minus ikkinchisi b. Koni n minus ikkinchisi b. Koni n minus ikkinchisi x n minus ikkinchisi-ku. Mana bu yerda mana x kvadrat turibdi. Ikkalasini ko'paytirganda x inchisi keladi. Shuning uchun mana b ko'paytirilgan koni n minus ikkinchisi keldi. Plus va hokazo. Oxirida mana k(x) ko'paytirilgan demak x n minus birinchisi bo'lishi kerak. X bo'lgani uchun. X n minus birinchisi bo'lishi kerak. Shunda x inchisi keladi. Demak k b bo'ladi. Oxirida k b bo'ladi. Va 1. 1 nimaga ko'payadi? 1 mana bu x inchisiga ko'payadi. Oldidagi konsepт nima? 1. Demak plus b bo'lar ekan. Mana shunaqa narsa kelar ekan. Mana shu narsa ayin ekan bizda. Mana shu narsa ayin ekan bizda. Demak, ayin deganim nima? Koni n inchisi a. Mana a minus b deb tursam, plus b ko'paytirilgan nima? 1 plus k kvadrat plus va hokazo plus koni n inchisi. Koni n inchisi a minus b plus b ko'paytirilgan mana shu narsa. Xullas, bu masala yechimi tushunarlimi? Masala yechimi tushunarli bo'ldimi? Tushunarsiz joylari bo'lsa aytinglar. Shuncha mana qaranglarda, mana b teng buni biz o'zi qo'shilib turgan son deb qaraganmidik? Buni qo'shilib turgan son deb qaragandik. Mana buni qo'shilib turgan son, mana koni kga 1 beringlar, bundan oldingi holatga tushib qoladi avtomatik. Kga 1 beringlar mana shu joyda. Xo'p. Kga 1 bersangiz nima keladi bu yerda? N plus 1 keladi. N plus 1 b plus 1 ko'paytirilgan a minus b. Shu bilan a plus n b keladi. Kga 1 bersangiz, bu yerda n plus bitta ifoda bor-ku. N plus bitta b plus a minus b. N plus 1 bdan buni ayirsak n b qoladi. A plus n b keladi. K teng 1da. Ya'ni bundan oldingi holatga tushib qoladi-da. Ya'ni yuqoridagi holat buni xususiy holat demoqchiman-da. Koni aynan bitta nuqtadagi qiymati sifatida qaraladi demoqchiman. Xo'p, menimcha bu holat tushunarli bo'ldi. Ya'ni ayin va ayin minus 1 qatnashib kelgan hollarni hammasini analizini test qildik. Ayin va ayin minus 1 qatnashib kelgan holni hammasini analizini test qildik. Endi ikkita holatni ko'ramiz. Ikkitalik. Misol uchun mana ayin va ayin minus 1 qatnashdi shu paytgacha. Endi biz ayin minus 1, ayin minus 2 qatnashib kelgan holatni ko'ramiz. Xo'p, shu joygacha tushunarli bo'ldimi? Tushunmovchilik savollar yo'qmi? Savollaringiz bo'lsa beringlar, men qaytadan tushuntirib beraman. Savollar bo'lsa. Savol yo'q menimcha. Hech kim indamadi-ku. Davom qildiramiz. Keyingi masala. Tak, nechanchi masala edi bu? Bu biz ko'rganimiz 4-masala edi. 5-masalaga keldik. Eng sodda holi a(n), a-1, a-2, ya'ni 3 ta xat qatnashib kelganlarning ichida eng soddasi bu Fibonacci sonlar. Fibonacci sonlarni bilasizlar-ku, to'g'rimi? Fibonacci sonlar f1 teng 1 deb kiritiladi. f2 teng 1 deb kiritiladi. Eng soddasi bu. Chunki mana ular 1 da va f demak n plus 2 teng f n plus 1 plus f n. Mana shunaqa tenglik 1 keyingi hadi bu ikkisini yig'indisi 2.
Keyingi hadi bu ikisini yig'masa. O'zida oldingi ikkita hadi yig'masa 3. Keyingi hadi 2 plus 3. Keyingi hadi 3 plus 5. Üç plus 5. Bundan keyingi hadi 5 plus 8. Bundan keyingi hadi 8 plus 13. Bundan keyingi hadi 13 plus 21. 34 mi? Va hokazo qilasiz. Shunaqa sonlar. Mana shu shartni bajaradigan sonlar. Shuni fn ni n orqali ifodalab berish kerak. Fn ni n orqali ifodalab berish kerak. Fn ni biza n orqali ifodalab berishimiz kerak. Yana o'sha gx ga murojaat qilamiz. Qaysi fn x ni n'chilarning yig'indilari. Endi bu yerda n nechtadan boshlangan? 1, 2, birinchi xat, ikkinchi xat, uchinchi xat bo'lib boshlangan. Ya'ni n teng 0 holati yo'q bu yerda hozir. Shuning uchun n katta teng 1 da ko'ramiz buni. Demak, mana gx teng fn x n'chilarning yig'indisi n katta teng 1 bo'yicha. Demak, gx aniqlandi. Endi fn plus 1 bo'lsa edi mana shu joyda. So'chman fn plus 1 ni keltirishim kerak, nima xullas? fn plus 1 ni keltirishim kerak mana bu yerda. fn plus 1 ni keltirishim kerak, shunda fn plus 2 ga erishib bilaman. Demak, gx ni yoyib ko'ramiz. Mana shu yig'indini yoyib ko'ramiz. f1 x bo'ladi. f2 demak x kvadrat bo'ladi. f3 bo'lsa demak x kub bo'ladi. Plus va hokazo bo'ladi. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Endi fn plus 1 ni keltirishim uchun mana bu f1x ni bu yoqqa minus qilib o'tkazib ko'raman. Minus f1x. Nima keladi bu yerda? f2x kvadrat, f3x kub va hokazo. Agar men mana shu joyda fn plus 1 deb yozadigan bo'lsam, mana bu 2 bo'lsa 2, 3 bo'lsa 3, 4 bo'lsa 4 bo'lyapti-ku. fn plus 1 desam x ni n plus 1-inchisi keladi bizada. To'g'rimi? fn plus 1 desam x n plus 1-inchisi keladi, chunki bu bilan bir xil. Endi numeratsiyaga keladigan bo'lsak, 2, 3, 4 bo'lib boshlanyapti. Ya'niki 2 bilan boshlanyapti. n plus 1 qachon 2 bo'ladi? n teng 1 da. Ya'ni bu yerda n teng n 1 dan boshlanishi kerak mana bu yerda numeratsiya. Demak, mana shu yig'inda mana shuni beradi. Endi mana qaranglar, fn plus 1 ni olib keldim. Bu yerda fn turibdi. Mana bu narsaga qaranglar. fn bu yerda fn plus 1. Mana bu yerda n katta teng 1, n katta teng 1. Bu yerda esa x ni n plus 1-inchisi bo'lyapti. Bu yerda x ni n-inchisi kelyapti. Ikkalasini men qo'sha olmayman x ni, demak darajalari bir xil bo'lmasa. Darajasini men bir xil qilishim kerak, demak. Demak, buni men x ga ko'paytiraman. Mana shu ifodani men x ga ko'paytirib turib, bu ifodaga, ya'niki mana bu ifodaga qo'shib borishim kerak. Buni men x ga ko'paytiraman. Mana buni. Buni x ga ko'paytirsam x n plus 1-inchisi keladi. Bu yerda ham x n plus 1-inchisi turibdi. Mana endi bir xil bo'ldi. Bu yer n katta teng 1, bu yer ham. Demak, fn ga fn plus 1 qo'shiladi hozir. Mana bu narsani qo'shib borsam endi bunga gx minus f1x degan narsani qo'shib borsam, bu narsa nimaga teng bo'ldi shunda hozir? Bu mana x ga ko'paytirsam demak, summa n katta teng 1 fn x demak n plus 1-inchisi plus n katta teng 1 fn plus 1 x ni n plus 1-inchisi. Mana shu narsa keladi bizada. Xo'p, endi bu nima degani desa, mana keldi bizada. Mana n katta teng 1, n katta teng 1. n plus 1, n plus 1. Mana shunaqa narsa keldi. Ikkalasini yig'indisi demak menda mana bu ikkalasini qo'shib bilaman xullas. fn ga fn plus 1 ni. Natijada fn plus 2 keladi menda hozir. Summa n katta teng 1 bo'yicha f n plus 2 x ni n plus 1-inchisi.
Mana shu narsa nimaga teng bo'lyapti hozir? Mana bu narsaga teng. Shuni qaytadan yozib qo'yamiz. X gx plus gx minus f1 x. Endi fn plus 2 ni qanday olib kelaman? Mana bu jni qurilishiga ko'ra. n plus 2 ni qanday olib kelaman? 2 marta numeratsiya surishim uchun 2 marta ya'ni n plus 2 qilishim uchun bundan men 2 ni ayirib kerak. 2 ni ayirib bu n katta teng minus 1 dan boshlanadi. Lekin bu yerlarda n katta teng 1 dan boshlanyapti. Demak, boshdagi ikkita xatni bu yoqqa minus qilib o'tkazishim kerak ekanda. Ya'ni mana qaranglar-da. Nima bo'lyapti bu? f1 x f2 x kvadrat plus f3 x kub plus va hokazo bo'lsa, misol uchun. Boshdagi ikkita xatni bu yoqqa minus qilib o'tkazishim kerak. gx minus f1 x minus f2 x kvadrat bo'ladi. Endi bu yerda nima qoladi? f3 x kub, f4 x 4-inchisi qoladi, misol uchun. To'g'rimi? Mana shu narsa nimaga teng bo'lishi kerak hozir? Men bu yerda fn plus 2 qilib yozishim uchun. fn plus 2 qilib yozsam, fn plus 2. Mana bu 3 dan boshlanyapti-ku, 3 dan boshlangani uchun bu yerda n 1 dan boshlanishi kerak-da. N teng 1 da shunda fn plus 2 keladi. Shunda darajasida ham x darajasida n plus 2 keladi shunda. Mana keldik. Mana fn plus 2 olib keldik. Endi bu ifoda bilan bu ifoda bir xilmi? Bu ifoda bilan bu ifoda bir xilmi? Yo'q, chunki mana bu fn plus 2 bu yer fn plus 2 bo'lgani bilan bu yer n katta teng 1, bu yer ham n katta teng 1 bo'lgani bilan darajaga qaranglar-da, n plus 1 n plus 2 bo'lyapti. Darajani men bir xil qilishim kerak endi demak. Ya'ni buni men x ga ko'paytiraman, mana shu ifodani. X ga ko'paytiraman, natijada bu yerda n plus 2 bo'lib, bu bilan bir xil narsa keladi. Ya'ni mana bu narsa kelib chiqadi. Demak, mana bu ifoda teng bo'lar ekan, mana bu ifoda gx minus f1x minus f2x kvadrat teng bo'lar ekan. Nimaga teng bo'lar ekan? Birinchidan bu mana unga teng. Summa n katta teng 1 bo'yicha f n plus 2 x ni n plus 2-inchisi. Bu ham x ko'paytirilgan demak summa n katta teng 1 f n plus 2 x ni n plus 1-inchisi edi. Bu yig'indan o'zi mana bunga teng edi. f n plus 2 x n plus 1-inchisi mana bunga teng edi. x gx plus gx minus f1x. Mana buni o'rniga shuni qo'yib yuboraman. x gx plus gx minus f1x. Mana shu narsa keladi. Endi bundan gx ni topishga harakat qilamiz endi. Mana shu tengdan gx topishga harakat qilamiz. Mana shu tengdan demak men gx topishga harakat qilaman. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Ifodani soddashtirish kerak-da, xullas. gx minus f1x minus f2x kvadrat teng x kvadrat gx. To'g'rimi? X ga ko'payib x kvadrat bo'ladi-ku. Plus x gx minus f1x kvadrat. Mana shu narsa keladi. Xo'p, mana bu jni topish kerak endi. Va bu gx ni demak bu yoqqa o'tkazaman. Chunki x kvadrat plus x minus 1 ko'paytirilgan gx keladi shunda. Bu minus 1 f1 x kvadratni bu yoqqa o'tkazaman. Shunda f1 x kvadrat minus f1 x minus f2 x kvadrat teng bo'lishi kerak menda x kvadrat plus x minus 1 ko'paytirilgan gx ga. Mana shu narsa kelib chiqadi. Demak, men shundan gx ni topadigan bo'lsam, mana bunaqa narsa kelib chiqar ekan. Mana shunaqa narsa kelib chiqar ekan. Mana shunaqa narsa kelib chiqar ekan. Endi bizda nima bor?
Bizda f1 f2'lerin qiymatlari bor aytgancha mana. f1 teng f2 va 1 ga teng. Va 1 ga teng. Shunda mana x ni topadigan bo'lsam hozir, ya'ni 1 ni qo'yib turib topadigan bo'lsak, 1x kvadrat minus 1x kvadrat. Qisqaradi bular. Shunda minus x qoladimi tepada? Pastda esa mana bu narsa. Mana gx topildi. Endi men buni x darajalari bo'yicha yoyib chiqishim kerak mana funksiyani. X darajasi bo'yicha yoyib chiqishim uchun mahrajini ko'paytiruvchilarga ajratishim kerak men. Demak, men mahrajni ildizlari bilan shug'ullanishim kerak. X kvadrat plus x minus 1 tengmi? Bundan kelib chiqadi 2x plus 1 ni kaos kvadrati nimaga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladimi? Buni bu yoqqa o'tkazib 4 ga ko'paytirib 1 ni qo'shib yuborsangizda, buni bu yoqqa o'tkazsangizda 1 bo'ladi. 4 ga ko'paytsangizda 4x kvadrat plus 4x teng 4 bo'ladi. 1 ni qo'shsangizda 2x plus 1 ni kvadrati keladi. Bu yerda esa 5 keladi. To'g'ri yozibman. Demak, x bir 2 ildizlari nimaga teng? Minus 1 plus minus insosti 5 bo'lingan 2 ga teng bo'lar ekan. Mana shunaqa narsa kelar ekan. Demak, buni men ko'paytiruvchilarga ajatsam bo'lmaganda. Mana bunaqa narsa keladi demoqchi-da. X plus 1 plus insosti 5 taqsim 2 x plus 1 minus insosti 5 taqsim 2 keladi demoqchi. Xo'p, okey. Demak, shuni 10 ga qo'yib turib, o'sha x ni demak nima qilish kerak bo'ladi? Soddalashtirish kerak bo'ladi-da ozgina. Suratida x mi minus x mi? Suratda minus x. Suratda demak minus x turibdi. Pastida mana bu narsa turibdi. X plus 1 plus insosti 5 taqsim 2 x plus 1 minus insosti 5 taqsim 2. Bundan bu narsani nima keladi hozir? Insosti 5 mi? Mana shu narsadan bu narsani ayirsaysizlar. X plus 1 plus insosti 5 taqsim 2 dan ayirsaysizlar. X plus 1 minus insosti 5 taqsim 2 ni. Bundan buni ayirsaysizlar nima keladi hozir? X bilan x qisqaradi. 1 taqsim 2 1 taqsim 2 qisqaradi. Mana insosti 5 taqsim 2 va minus bu oldagi minus bilan plus bo'lib ketib insosti 5 keladimi? Insosti 5 kelar ekan. Insosti 5 kelar ekan. Bundan buni ayiramiz. Xo'p, endi demak, bundan buni ayirmasi insosti 5 kelsa, shunda men buni insosti 5 ga ko'paytiraman, bo'laman. Ko'paytirganim bu minus mana bu narsani beradi. Shunda men minus x ni chiqarib turaman. Minus x ni chiqarib tursam, insosti 5 ga ko'paytirdim va bo'lmoqchiman. Endi bo'lganimni bu yerga yozaman. Ko'paytirilgan insosti 5 bo'lingan mana bu narsa deb yozishim kerak. O'sha insosti 5 ni bundan buni ayirganim deb yozishim kerak endi men. Chunki x darajasi bo'yicha yozishim kerak men, boshqa chora yo'q deydi-ku. 1 plus insosti 5 taqsim 2 minus x plus 1 minus insosti 5 taqsim 2. Xo'p, mahrajda x plus 1 plus insosti 5 taqsim 2 x plus 1 minus insosti 5 taqsim 2. Endi bu narsa minus bu narsa bo'lyapti. E'tibor beringlar-da, bu narsa hozir bunga qisqaradi va 1 taqsim mana bu narsa minus 1 taqsim mana bu narsa kelishi kerak shunda. Ya'ni minus x taqsim insosti 5 degan narsani o'zini yozib tursak, demak, bu narsa hozir bu narsa bilan qisqaradi, 1 taqsim mana bu narsa keladi. x plus 1 minus insosti 5 taqsim 2. Va minus
Demek 1 taqsim x plus 1 plus 5 taqsim 2. Demek ben bunu x darajalari bo'yicha yozishim kerak. Menda nima bor? Menda misol uchun x darajasi, ya'niki x teng 0 nuqta atrofida yozishim uchun 1 minus ax bo'lsa, misol uchun 1 plus ax plus a kvadrat x kvadrat a kub x kub. Mana shunaqa narsa bor menda misol uchun. Keskinchilik yo'nalib bersaga tushadi. Chunki x ni 0 nuqtada atrofida yozyapman-da. Lekin mana bu son x plus mana bu son bo'lyapti-da. Demak, bu songa bo'lishim kerak men buni. Shunda 1 taqsim 1 plus 2x keladi. 1 minusdan minus 2x deb turib, mana shu minus 2x ni darajalari bo'yicha yozib chiqishim kerak bo'ladi-da. Endi bizada minus a mana shu 1 taqsim nima bo'ladi? Xullas, mana shuni soddalashtirishim kerak men. Hozir x darajasi bo'yicha yoyib bilishim uchun oldidagi koeffitsiyentdan topib turib, fn ni topishim uchun xullas. Demak, minus x taqsim 5 bu yerda turadi. Bunga bo'lsam hozir. Suratida 2 taqsim 1 minus 5 keladi. 2 taqsim 1 minus 5. Pastda esa 1 plus mana shunaqa narsa keladi. Mana shunaqa narsa keladi. Endi bu tarafdachi minus shunda soddalashtirib tashlasak, bu yuqoriga nima bo'lib chiqadi? 2 taqsim 1 plus 5 bo'lib chiqadi. Mahrajda esa mana bu narsa o'rnida 1 qoladi va bu narsani demak plus 2 taqsim 1 plus 5 ko'paytirilgan x deb yozishim kerak. Mana shunaqa narsa keldi. Mana shunaqa narsa keldi. Xo'p, endi mana bu ifodani soddashtirish mumkinmi? 2 taqsim 1 minus 5 nima deb yozish mumkin? 1 plus 5 ga ko'paytirib yuborsak nima bo'ladi hozir? 1 minus 5 1 plus 5. 1 minus 5 bo'ladi. Bu ham minus 4 ga teng. 2 bilan qisqarsa minus 2 qoladi mahrajda. Ya'niki minusni chiqarib tursam 2 tepada 1 plus 5. Mana shu narsa bunga teng ekan. Shunda buni teskarisi nimaga teng? 2 taqsim 1 plus 5 nimaga teng bo'ladi? Buni teskarisi. Mana buni teskarisini minusga ko'paytirganim bo'ladi. Shunda 5 minus 1 taqsim 2 bo'lar ekanda. Mana shunaqa narsa bor. 2 2 4 5 plus 5 minus 1 4. Shunda endi 2 taqsim 1 minus 5 o'rniga mana bu ifodani qo'yib yozishim kerak bo'ladi-da. Va 2 taqsim 1 plus 5 o'rniga demak mana buni yozishim kerak bo'ladi. Ya'ni yana soddalashtirganimni qaytadan yozishim kerak. Minus x taqsim 5 turadi. Demak, bu yerda nima keladi? 2 taqsim 1 minus 5. 2 taqsim 1 minus 5 mana bunga teng. Demak, minus 1 plus 5 taqsim 2. Pastda esa 1 2 taqsim 1 minus 5 u ham mana bunga teng. Shunda 1 minus deb yozishim kerak bo'ladimi? 1 plus 5 taqsim 2 ko'paytirilgan x bo'ladimi? Mana shunaqa. 2 taqsim 1 plus 5 nimaga teng? 5 minus 1 taqsim 2 ga teng. 5 minus 1 taqsim 2 bu yerga 5 minus 1 taqsim 2 qo'yib yozishim kerak. Shunda minus 5 minus 1 taqsim 2. Pastda ham 1 plus 5 minus 1 taqsim 2 x bo'ladi shunda. 1 plus 5 minus 1 taqsim 2 x. Mana shunaqa narsa keladi. Mana shunaqa narsa keladi. Endi mana endi 1 taqsim 1 minus 2x ga tushdi. 1 taqsim 1 plus 2x misol uchun. Endi buni yoysak bo'ladi-da, bemalol.
minus x taqsim yuzasi 5 deb tursak. Xo'p, qavs ichida. Demak, mana uni sonni o'zi turadi. Minus 1 plus yuzasi 5 taqsim 2 ko'paytirilgan nima keladi? 1 taqsim 1 minus 2x. Mana bularning darajalari bo'yicha keladi, endi. Summa keladi endi bu yerda. Misol uchun, eng kattalikning 0 bo'yicha demak 1 plus yuzasi 5 taqsim 2 ni demak n'inchisi x ni n'inchisi bo'ladi. Mana bu yerda nima keladi? Mana bu yerni minus qilib yozadigan bo'lsak, давайте mana shu joyini o'zgartirib yozamiz. Bu yerni minus qilsam, bu yer yuzasi 5 minus emas, balki 1 minus yuzasi 5 bo'ladi. Yuzasi 5 minus 1 emas, balki 1 minus yuzasi 5 bo'ladi. Minusini chiqarib yozdim bu yerga. Ya'ni 1 taqsim 1 minus kx ga kelsin dedim. Shunda minus demak mana bu narsa minus demak mana bu narsa yuzasi 5 minus 1 taqsim 2 va mana buni darajalari. Summa eng kattalikning 0 bo'yicha demak. Eng kattalikning 0 emas, adashmasam. Yo'q, bu yerda mana buni yozyapman-ku, 1 taqsim 1 minus kx. Unda eng kattalikning 0 keladi, to'g'ri. Demak, mana bu yerda 1 taqsim buni yozdim. Mana yuzasi 5 minus 1 taqsim 2 minus minus. Demak, 1 taqsim 1 minus mana bu narsa qoldi. Demak, mana shu narsani darajalari deb yozishim kerak. Shunda 1 minus yuzasi 5 taqsim 2 ni demak n'inchisi va x ni n'inchisi. Mana shunaqa narsa keladi. Mana shunaqa narsa keladi. X ni n'inchisi to'g'rimi? Oldin ham mana bu qanaqadir bir koeffitsient. Bu yerda ham x ni n'inchisi qanaqadir bir koeffitsient. Demak, ikkalasini qo'shsam bo'ladimi? Ikkalasini qo'shsam bo'ladi. Minus x taqsim yuzasi 5. Mana bu yerda nima keladi? Bu narsa bunga ko'paysa, tak. Bu narsa bunga ko'paysa bo'ladi endi bu. Plus yig'indi keladi. Eng kattalikning 0 bo'yicha. Mana bu minusni kiritib yuborsam buni ichiga 1 minus yuzasi 5 taqsim 2 bo'ladi. 1 minus yuzasi 5 taqsim 2 ga ko'payib n plus birinchisi keladimi? N plus birinchisi keladi, to'g'rimi? 1 minus yuzasi 5 taqsim 2 ni demak n plus birinchisi. Endi bu narsa bunga ko'paysa n plus birinchisi bo'ladi. Oldidagi minus bilan demak minus demak 1 minus 1 plus yuzasi 5 taqsim 2 ni demak n'inchisi. Mana shunaqa narsa va buni x ni n'inchisi turibdi va bu narsani o'zi ham nimaga ko'payib turibdi? Mana bu narsaga ko'payib turibdi. Endi mana shunaqa narsa hosil bo'ldi. Endi minus 1 taqsim yuzasi 5 buni ichiga kirib ketib nima bo'ladi hozir? Buni ichiga kirib ketsa bu ikkisi almashib tushadi. Oldida 1 taqsim yuzasi 5 bo'ladi va x mana bunga ko'paysa n plus birinchisi keladi bu yerda. N plus birinchisi keladi mana bu yerga. Shunda shuni yozishim kerak endi men. Summa eng kattalikning 0 bo'yicha demak oldida demak 1 taqsim yuzasi 5 qavs ichida demak nima keldi? Bundan buni ayirganim endi minus ta'sir qilgani uchun. Demak 1 plus yuzasi 5 taqsim 2 ni demak n'inchisi minus 1 minus yuzasi 5 taqsim 2 ni n'inchisi. Mana shu ayirma ko'paytirilgan demak 1 taqsim yuzasi 5 mana shu ifodani xullas oldida x ni n plus birinchisi turibdi. Endi mana numeratsiyani n qilaman desam, chunki bu narsa nimaga teng o'z navbatida? Chunki biz hozir gx topyapmiz-ku. Gx ni topyapmiz. Gx topayotgan bo'lsak, gx o'zi aslida nimaga teng edi? Eng kattalikning 1 fn x n'inchisi. Mana n plus 1 ni n qilishim kerak. Shunda numeratsiya bir oshadimi? Numeratsiya bir oshadi.
n plus 1 nima? N qilsam n plus 1 nima? N qilsam numeratsiya 1 oshadimi? 1 oshadi, to'g'rimi? Xullas, mana bu narsa deb aytmoqchiman-da. Buni ochib chiqib, xullas f demak n ni topmoqchiman-da men, xullas. N teng 0 da bu hozir x ni o'zi bo'ladi. Bu yerda x ni o'zi bo'ladi. N teng 0 da bularni demak n-chi emas. Yo'q, bu yerda n plus 1 kelishi kerak edi. Nega n deb ketdim? Bu yerda n plus 1 kelishi kerak edi. Biz bir numeratsiya kamaytirib fn x ni x ga olib kelmoqchiman-da, xullas. Bir numeratsiya kamaytirsam bu oshadi, to'g'rimi? Bu oshadi. Bir numeratsiya kamaytirsam mana bulardan. Bir numeratsiya kamaytirsam n o'rniga n-1 qo'ysam, o'sha n-1 manda 0 dan katta teng bo'lishi kerak. Ya'ni n o'rniga n-1 qo'yapman-da. n-1 qo'ysam, n-1 0 dan katta tengligi bo'yicha, demak 1 taqsim 5 nima kelishi kerak? 1 plus 5 taqsim 2 demak n-inchisi keladi. N o'rniga n-1 qo'ysam, minus 1 minus 5 taqsim 2 ni n-inchisi keladimi shunda? N o'rniga n-1 qo'ysam, mana shu son ko'paytirilgan x ni n-inchisi turibdi. N minus 1 0 dan katta teng bo'yicha degani n katta teng 1 bo'yicha degani bu. To'g'rimi? Nima farqi bor ikkisini? Mana shu son endi menga nimaga teng edi bu? O'zi keltirishi bo'yicha fn x ni n-inchisi deb kiritilgandi. Shu hisobiga bu fn mana bunga tengligi kelib chiqadi. 1 taqsim 5 demak 1 plus 5 taqsim 2 ni demak n-inchisi minus 1 minus 5 taqsim 2 ni demak n-inchisi bo'lar ekan. Mana shunaqa narsa kelar ekan. Fibonacci ketma-ketligini demak umumiy rekurrent munosabatlarda umumiy haddini topish tushunarli bo'ldimi? Umumiy haddini topish tushunarli bo'ldimi Fibonacci'da? Tushunarli bo'ldimi? Endi agarda bu masala yechimi tushunarli bo'lgan bo'lsa, shuni yanada umumlashtirish masalasini ko'rib chiqamiz. Yanada umumlashtiramizda. Yanada umumlashtirish masalasini ko'rib chiqamiz. Yanada umumlashtirsak nima kelar ekan? Demak, yanada umumlashtiramiz. Demak, keyingi masala endi bo'ladi bizda. Keyingi masala 6-masala bo'ladi endi bu. 6-masala. Masalan, berilishi quyidagicha mana. n plus 1 n plus 1 plus u n plus v n minus 1 teng 0. Bizda nimada ma'lum deb qaraladi? Bu yerda a0 ma'lum. A0 ma'lum. Qanaqadir bir son. A0 deb yechib ketaveramizda, umuman olganda. A0, A1 ma'lum. Va mana bu u va v ma'lum. Mana shu 4 ta parametr ma'lum. Shuni yordamida demak A2 topiladi, keyin A3 topiladi, keyin va hokazo. Ya'ni mana shu endi rekurrent munosabatni umuman olganda, ya'ni
bu yerda u va vlar nima edi? -1 bo'lib turgandi bu yerda. Fibonacci'da. Shunda fn plus 1 teng fn va fn minus 1 larning yig'indisi deb yozilgandi bu yerda misol uchun. Bu yerda esa hozir u va v ya'ni umumlashgan holatda ko'rilyapti. Demak, Gx ni quramiz yana. Yana Gx ni quramiz. Gx ni qursam in x ni n'inchisi. In x ni n'inchisi n kattaga teng 0. n kattaga teng 0. Chunki bu yerda A0dan boshlanyapti-da. Mana shunaqa bo'lsin. Gx. Endi yuqoridagi o'sha Fibonacci'da nima metod qo'llab nimani topgan bo'lsak, nima metod qo'llab demak, o'sha fn ni mana bu Gx ni topib turib, keyin ko'paytiruvchilarga ajratish masalalarini ko'rib chiqqan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shu metod ishlatiladi. Demak, Gx demak mana shunaqa narsa bizda. Xo'p, mana bu yig'indiga olib kelishim kerak. Shunda mana bu summani ichida demak x ni n'inchi solda mana yig'indi kelib qolsa 0 bo'lib, shunda Gx ga borib qo'ygan tenglikka kelamiz. Endi a n minus 1 bo'lyapti bu yerda. Ya'ni mana n o'nda n minus 1 qo'yish kerak deyapti-da. N o'nda n minus 1 qo'ysangizda, bu yerda ham n o'nda n minus 1 qo'yasizlar. Ya'ni n kattaga teng 1 bo'yicha a n minus 1 x ni n minus 1-inchisi bo'ladi bu. X ni n minus 1-inchisi. Demak, buni v a n minus 1 kelishi uchun buni demak men v ga ko'paytirib qo'yishim kerak. Demak, v j x v j x nimaga teng bo'ladi bu? n kattaga teng 1 bo'yicha demak v a n minus 1 x ni n minus 1-inchisi. Mana shu narsa keladi. V ga ko'paytirib yotsam. Demak, u n kelishi kerak endi menda. U n kelishi kerak. Buni demak men u ga ko'paytirishim kerak mana bu ifodani. U ga ko'paytirishim kerak. U j x nimaga teng bo'ladi shunda? Yig'indi n kattaga teng 0 bo'yicha n kattaga teng 0 bo'yicha u n x ni n'inchisi. Mana shunaqa narsa keldi. Endi a n plus 1 bo'lishi kerak menda. n plus 1 qilish uchun, mana bu n plus 1 qilish uchun bu yerda ham n o'nga n plus 1 qo'shib kerak. Ya'ni n kattaga teng minus 1 bo'yicha bo'lib ketib qoladi. n o'zi 0 dan kattaga teng, shuning uchun dastlabki haddan chiqarib olishdan boshlanar ekan bu yerda. Demak, gx minus a0 ni qarasak, bu yerda endi gx minus a0 qaraladi. Shunda bu yerda nima bo'ladi? n teng 0 dagi demak hadni bu yoqqa olib chiqib tashladim. Gx minus a0 qilib tashladim. Bu yoqqa olib o'tdim. n teng 0 dagi hadni. Demak, n teng 1 dan boshlanishi kerakmi? n teng 1 dan boshlanishi kerak. n x ni n'inchisi. Endi men n plus 1 qilsam, bu yerda n plus 1 kattaga teng 1 dan boshlanishi kerak. Ya'ni bu yig'inda endi n kattaga teng 0 bo'yicha n plus 1 x ni n plus 1-inchisi keladi. n plus 1. Mana v n minus 1 keldi. V n minus 1. U n keldi. U n va n plus 1 keldi. Mana shu narsa bizdagi markaziy biza qarashimiz kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. Endi darajaga qaraydigan bo'lsak, n minus 1 n plus 1. Daraja demak har xil. Numeratsiya qanaqa?
numeratsiya en katta teng 0 bo'yicha bo'lsa bu yerda en katta teng 0 bo'yicha bu ikkisi bir xil. Demak, bu yerda en katta teng 1 bo'yicha. Demak, birinchi xatni en teng 1 bo'lgan xatni bu yerga minus qilib o'tishim kerak ekan bu yerda. Xo'p, demak birinchi o'rinda demak men mana bu darajani moslashtiraman. n plus 1 bo'lyaptimi? Mana bu n minus 1 ni n plus 1 qilishim uchun nima qilishim kerak? X kvadratga ko'paytirishim kerak. Bo'ldi, x kvadratga ko'paytirib yozamiz buni. V demak v x ko'paytirilgan x kvadrat nimaga teng? n katta teng 1 bo'yicha v I minus 1 x n plus birinchisi. Mana x n plus birinchisi keldi. Endi bu yerdan ham men x n plus birinchisini olib kelishim kerak. Demak, buni men x ga ko'paytiraman. U x ko'paytirilgan x. Demak, n katta teng 0 bo'yicha u in x n plus birinchisi. Endi n plus 1 keldi ikkalasida ham. Darajani moslashtirib oldik. Bir-biriga teng qilib oldik. Endi bizda demak asosiy qaraydigan narsamiz mana bu sonlar. Hozir men bularni qo'shganimda bular qo'shilib ketadimi, yo'qmi? Shunga demak men mana numeratsiya va mana bu x darajalari shunga kirishimga to'g'ri keladi. Mana bu numeratsiya bir xilmi? Yo'q. Darajalar bir xilmi? Ha. Demak, darajalar bir xil bo'lsa, demak numeratsiyani taxlasam bo'ldi endi. Numeratsiyani bir xil ko'rinishga olib kelsam, demak bir xil ko'rinishga olib kelsam, ikkalasini qo'shib olar ekanman. Mana shu 3ta ifodani qo'shib qilaman-da xullas. Bu yerda n 0 dan boshlanadi. Bu yerda esa n 1 dan. Bu yerda n 0 dan. Qaysi biri eng katta? Albatta mana bu eng katta. Ya'ni 1 dan boshlanadi, 0 dan emas. Shuning uchun mana bularni 0-chi demak hadlarni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz. n teng 0 dagi qiymatini bu yoqqa minus qilib o'tkazsam, shunda n teng 1 dan boshlanadi bu. n teng 0 dagi demak qiymatini bu yoqqa minus qilib o'tkazaman, shunda bu n teng 1 dan boshlanadi. Xullas, men nima demoqchiman? n plus 1 da demak n teng 0 dagi qiymati nimaga teng? A1 demak x ni demak birinchisi keladi. Ya'ni x keladi. A1 x keladi. O'shani men minus qilib o'tkazishim kerak ekan. Jx minus A0 minus A1 x. Ya'ni n teng 0 dagi qiymatini bu yoqqa minus qilib o'tkazdim. Endi n 1 dan boshlanishi kerakmi? Chunki 0 dagi qiymatini bu yoqqa o'tkazdim-da men buni. Boshlanishi kerakmi? Chunki mana bu 0 ni chiqarib bu yoqqa minus qilib o'tkazdim-ku. Shunda n plus 1 keladi. X n plus 1 keladi. Endi mana bunga qaranglar. N katta teng 1 bo'yicha, demak bu bilan bir xil. Demak bunga tegmaymiz ekan. Xullas v x ko'paytirilgan x kvadrat nimaga teng? Demak bu o'zini yozib qo'yaman buni. N katta teng 1 v in minus 1 x ni n plus birinchisi. Mana shu narsa. Endi mana bu ifoda n teng 0 ortiqcha bizda. 0-chi xatni demak bu yoqqa minus qilib o'tkazish kerak. U x ko'paytirilgan x minus n teng 0 dagi buni qiymati u a0 x bo'ladi, shunda to'g'rimi? U a0 x. O'shani men minus qilib o'tkazishim kerak. U a0 x. Shunda n 1 dan boshlanadi endi bu yerda. N 1 dan boshlanadi. U in x ni plus birinchisi. in x ni plus birinchisi. Mana endi keldi mana. Endi keldi biza istagan narsa endi keldi. N plus 1 n plus 1 n plus 1 n katta teng 1 n katta teng 1 n katta teng 1. Bo'ldi, endi qo'shib qilaman bularni.
an plus 1, v an minus 1 ve u an. An plus 1, u an, v an minus 1. Buların yığındası nol mu? Mana koeffisientler yığındası. Bu koeffisientler yığındası nol. Demek mana bu 3 ta ifodani ko'rsam nima chiqar ekan shunda hozir menda? Mana bu 3 ta ifodani ko'rsam 0 chiqar ekan. Shundan foydalanaman endi. Gx demak minus a0 minus a1x teng emas. 3 ta ifodani qo'shib turibman-ku, mana bu narsa v x kvadratga ko'tarilgan gx keyin mana bu narsa plus ux ko'tarilgan gx. Ux u ko'tarilgan x ko'tarilgan gx minus u a0 x. U a0 x. Mana shu narsa 0 ekan bizda. Mana shu ifodani qiymati 0 ekan. Endi shuni qo'llanib gx topaman. Gx topaman. Gx topsam nima keladi? Gx ni topsak nima keladi? Gx ni topsak nima keladi? Xo'p, endi ozod hadlarni aniqlashtirib olishim kerak. Mana bu narsa ozod had. Bizda ya'ni gx ga bog'liq bo'lmagan narsa. Mana bu narsa va mana bu narsa. Shuni bu yoqqa o'tkazaman. Qolganlari gx ga ko'payib turibdi, demak gx ko'paytirilgan deb yozishim kerak bo'ladi mana shunda. Gx ko'paytirilgan. Nima qoladi bu yerda? Bu yerda 1, bu yerda ux, bu yerda vx kvadrat. 1 plus ux plus vx kvadrat. Plus ux plus vx kvadrat. Teng nimaga teng? a0 plus a1x minus u a0 plus u a0 x. a0 plus a1x plus u a0 x. Mana shu narsa kelar ekan. Mana shu narsa kelar ekan. Demak, men gx topdim. Gx topdim. Nima kelar ekan shunda hozir? a0 plus a1 plus u a0 ko'paytirilgan x bo'lingan 1 plus ux plus vx kvadrat. Mana shunaqa gx degan narsa mana shunaqa narsa chiqar ekan. Yuqoridagi masaladagidek mana uni ko'paytiruvchilarga yozish kerak, ildizlarni topish kerak va kasrlarga yozib turib, har birini demak qatorga yoyib turib, umumiy javob yozib qo'yish kerak faqat. Umumiy javob yozib qo'yish kerak bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadi. Mana uni men ko'paytirishlarga yozishim kerak. Ya'ni bu tenglamani o'zim o'rganishim kerak bo'ladi endi. Xo'p, okey. Agarda mana shu tenglamani qarasak. Mana tenglamani qarasak. V demak x kvadrat bo'lyapti bu yerda. X kvadrat plus ux plus 1. X kvadratni chiqarib tursam nima keladi bu yerda? Bir taqsim x kvadrat plus u ko'paytirilgan 1 taqsim x plus v keladi. Mana shunaqa narsa keladi. Mana shu tenglamani ildizlarini demak R1 va R2 desak, nima keladi hozir bu yerda? Ya'ni 1 taqsim x ni t deyapman. Shunda t kvadrat plus
ut plus v ni ildizlari r1 va r2 deb olyapmiz. T kvadrat plus ut plus v teng 0 ni xarakteristik ko'pxat bu ko'pxat xarakteristik ko'pxat deyilib, demak bu r1 va r2 ildizlariga ega bo'lsin. Endi mana shu narsa teng bo'ladi, demak x kvadrat ko'paytirilgan 1 taqsim x minus r1 bo'ladi. 1 taqsim x minus r2 bo'ladi. X kvadrat bularga ko'payib nima bo'ladi? 1 minus r1 x 1 minus r2 x bo'ladi. Endi ildizlari bir xil bo'lishi mumkin, turli xil bo'lishi mumkin, misol uchun. Bir xil ildizlarga ega bo'lishi mumkin, turli xil ildizlarga ega bo'lishi mumkin. Ikki xil holatda ikki xil javob chiqadi bu yerda. Bu yerda ikki xil holatda ikki xil javob chiqadi. Shuning uchun ikkala holni ham ko'rish kerak bo'ladi. Demak, birinchi hol r1 tengmas r2. r1 tengmas r2 bo'lgan holni отдельно ko'rish kerak. Demak, mana bu ifoda nimaga kelar ekan? Vx kvadrat plus ux plus 1. Mana bu ko'rishga kelar ekan. 1 minus r1 x 1 minus r2 x. Shunda uni o'rniga qo'yib yuborsam, gx nimaga teng bo'lib turgandi o'zi? Nimaga teng bo'lib turgandi? a1 plus ua0 demak x ua0 plus x plus a0 bo'ladi. Demak, mahraji vx kvadrat plus ux plus 1 to'g'rimi? O'sha narsa bizda nima bo'ldi hozir? 1 minus r1 x 1 minus r2 x. 1 minus r1 x 1 minus r2 x ga ochamiz buni, ya'ni ko'paytirish joyiga ajratamiz. U avvalo ma'lumligidan demak r1 va r2 ga chiqadi. Shuni hisobiga endi buni qanday ajratish mumkin desa, mana bunaqa ko'rishga ajraladi bu. Kasrlarga alfa taqsim 1 minus r1 x plus beta taqsim 1 minus r2 x. Mana shunaqa ko'rishga ajraladi bu. Ya'ni nimani beradi bizda desa, ha 1 taqsim 1 minus r1 x nimani beradi? r1 x darajalari bo'yicha yoyiladi. Shuning uchun bu yerda summada nima keladi hozir? Eng katta teng 0 bo'yicha, demak alfa demak r1 n'inchisi plus beta r2 ni demak n'inchisi. Ko'paytirilgan x n'inchisi. Mana shunaqa yig'indini beradi bu. Bu demak alfa r1 n'inchisi x n'ichisini degan yig'indini beradi. Bu esa beta r2 n'inchisi x n'inchisi degan yig'indini beradi. Ikkalasi ham eng katta teng 0 va x darajasi n bo'lgani uchun ikkalasini qo'shib olish mumkin. Alfa r1 n'inchisi beta r2 n'inchisi keladi. Xullas, mana alfa betani tenglikka ko'ra topish mumkin. r1 r2 ni esa mana ildizlarga ajratish orqali, mana buni ildizlarni topish orqali topish mumkin. Bu holatda bir nima keladi? Bir javob keladi. r1 tengmas r2 da bir javob keladi. Endi r1 teng r2 bo'lgan holni отдельно ko'rish kerak bo'ladi dedik. r1 teng r2 bo'lsin. r1 teng r2 bo'lsa nima bo'ladi unda? Ikkinchi hol bo'ladi endi bizda. Ikkinchi hol r1 teng r2 bo'lsin. r1 teng r2. Bundan nima kelib chiqadi? Ha, gx nima bo'ladi shunda hozir bizda? gx nima bo'ladi shunda hozir bizda? a1 plus ua0 x plus a0. Mahraji esa 1 minus r1 x kvadrati. 1 minus r1 x ni kvadrati keladi. Qaz kvadrati. Buni ham nimaga ajratish mumkin? Buni ham alfa taqsim demak 1 minus r1 x plus beta taqsim 1 minus r1 x ni qaz kvadrati qilib ajratish mumkin. Bularni qanday yoyamiz desak, mana bu narsani yoyish imkoniyati bor bizda. Bu narsani yoysak,
alfa R1 n'inchisi x ni n'inchisi degan nimaga keladi bu? N katta 0 bo'yicha. Mana bu ifodachi desa, bu ifoda ham keladi. Bu yerda n katta 0, bu yerda n demak n R1 n kapatilgan R1 demak n'inchisi x ni n'inchisi shunaqaroq narsa kelishi kerak. R1 ni n'inchisi x ni n'inchisi keladi, to'g'ri. R1 ni n'inchisi x ni n'inchisi keladi. Xo'p. Mana buni qanday oldindan bilyapman? Bir taqsim R1 1 minus R1x ni mana bunaqa ko'rinishda yoyish mumkin. Ya'ni mana bu narsadan ko'rish mumkin-da buni. Bir taqsim 1 minus R1x ni Gauss kvadratini nimadan ko'rish mumkin? Bir taqsim 1 minus R1x ni o'z valini yoysangiz 1 plus R1x bo'ladi, plus R1 kvadrat demak x kvadrat bo'ladi, plus R1 kub x kub bo'ladi, plus va hokazo bo'lib ketadi. Ikkinchi Gauss ham xuddi shunaqa. 1 plus R1x R1 kvadrat x kvadrat plus R1 kub x kub plus va hokazo. X ni n'inchisi oldidagi koeffitsient kerak menga. Oldidagi koeffitsient buni R1 ni n'inchisi, to'g'rimi? R1 n'inchisi demak x ni n'inchisi bo'lsa, demak men 1 ga ko'paytirishim kerak. Demak R1 n'inchisi keladi. Keyin x ni -1-inchisi bo'lsa, masalan, oldidagi koeffitsient R1 ni demak -1-inchisi. Demak x ni -1-inchisi bo'lgani uchun bunga ko'paytiraman majbur. Shunda R1 ga ko'payib yana R1 n'inchisi keladi. Va hokazo. Xullas, nima deb tushuntirsam? N plus n emas, bu yerda n plus 1 kelar ekan, a? Bu yerda n plus 1 kelar ekan. Mana bu yerdagi ifodada n plus 1 kelar ekan. Chunki x ni n'inchisidan to x ni 0-inchisigacha n plus 1 ta son bor. N plus 1 kelar ekan. Buni ham yoyib yuborsangiz, misol uchun. Xullas, mana shuni x ni n'inchisi oldidagi koeffitsient topsangiz, n plus 1 R1 n'inchisi keladi. Shuning uchun ham mana bu yerda bitta kelgani uchun bitta n plus 1 R1 n'inchisi x n'inchisi keldi. Demak, ikkalasini ko'rsak, chunki x n'inchisi, bu yerda ham x n'inchisi, bu yerda ham nominatsiya 0, bu yerda ham 0 bo'yicha ketgan. Demak, ikkalasi qo'shiladi buni. R1 n'inchisini chiqarib tursam, R1 n'inchisini chiqarib tursam, alfa plus beta n plus 1. R1 demak n'inchisini chiqarib tursam, alfa plus beta n plus 1. Mana shu narsa x ni n'inchisi keladi. Bu narsa nima edi bizda? Bu narsa ayn edi. R1 alfa betalarni nimadan topsa bo'ladi? Mana bu tenglikdan topasizlar. Mana tenglikdan topasizlar. Tenglik bunga tenglikdan topsa bo'ladi. Demak, ikkita holni ham ko'rdik, analiz qildik. Birinchi hol ildizlari turli xil, ikkinchi hol ildizlari bir xil bo'lgan holatda ko'rdik. Kompleks ildiz chiqib qolsa-chi degan savol bor. Kompleks ildiz chiqib qolsa, R1 teng emas R2 ga tushaveradi baribir. Chunki ildizlari kompleks bu va u turli xil chiqadi tabiiyki. Ya'ni turli xil ildizlarga ega deganda u baribir mana shu holatga tushaveradi. Aynan haqiqiy bo'lmagan ildizlarga ega bo'lib qolsa degan ma'noda aytyapman. Baribir mana shu birinchi holga aylanib tushaveradi. Kompleks bo'lganda ham qiymatni o'zi butun son chiqsa bo'ldi-ku bizga. Mana bu yerdan esa alfa betalarni topasizlar xullas. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Tushunmovchi savollar bo'lsa, bersangizda. Yaxshi bo'ladi. Bugun endi praktik qilib ulgurmadik. Keyingi darsda albatta praktik qilamiz. Ko'proq teoriya bo'lib ketib qoldi-da, ya'ni aniq konkret masalalar bilan shug'ullanmadik. Tushunarli bo'ldimi xullas bugungi dars? Tushunarli bo'ldimi?